Aylantıraman. Gülme aylantıraman. Sık oyna. Yürü. O'g'lim, Dada. mana o'g'lim sen xohlagan velosiped. Hech narsa qilmaydi. Dada, dada. Soq, Tayson. Dada. Soq. Baqirma ha. Men sizdan xafaman. Nimaga? Mana qo'shniga qarang. Bir qarasa televizor olib keladi, bir qarasa o'g'liga velo olib keladi. Mana hech narsa olib bermaysiz. Shu xush toza jonga tegdi o'z bor. Gaplashay demay. Keling qo'shni, keling. Toza jonga tegdingizda cho'qingda. Mana u har kun uyingizga xaridini olib kelyapsiz. Tandir go'shtlar olib kelyapsiz. Bolangizni vilklar olib kelyapsiz. Yaxshimi qo'shni? Qayerdan olyapsiz? Qo'shni hali siz bilmaysizmi? Ho, bilmayman shuni. Sherobod tandirni katta aksiya bo'layotgan ekan. Atiga siz 300 ming so'mga u yerda mahsulotlarni xarid qilsangiz yoki uyingizga olib kelsangiz, bir kun xolodilnik, bir kun televizor, bir kun o'g'limga mazza qilib velosipedlar olib keldim. Buni hammasi Sherobod tandirda. 300 mingga borib shot qilish kerak a? Bo'ldi. Bo'ldi. Birga boramiz qo'shni. Ya, o'zim boraman. O'g'lim. Ketdik. Bizlar Sherobod tandirga borib sovg'alar yutib kelamiz. Yur. O'g'il, Hayda kerak. Mana uka 300 ming tandir olgan yozqani endi. Bo'ldi. Ismingiz? Oltiboy, 88lik, 137, Instagramnikingiz? 6 Vines. Ha. dada meni ham yozdiring, dada. Jiyanjonim, bitta shotga bir kishi yoziladi. Mana yozildi, nasib bo'lsa inshaalloh. Dadam yozdingizmi? Qani endi aylantiraylik qani. Hurmatli mijoz, mana hozir yozib ketdingiz. Ismingizni, Instagram nickingizda, telefon nomerini yozib oldim. Nasib bo'lsa inshaalloh har oyda 15-da, 30-da o'yin bo'ladi. Inshaalloh omadingiz kelsa, Sherobod tandir shouda ko'rishamiz. Aylantirman. Odamni uyaltiryapsiz. Yuring, amaki aytishku 15 kundan keyin kelamiz. Aylantirman. Yuring. Bormayman, Rahmat. Voh. Ha qo'shni bunchalik sizlar qayerdan olyapsizlar? Televizor, tandir go'sht. Aytmang, dada, aytmang. Ya endi biz ertalabdan kechgacha mehnat qilib ishlayapmiz endi qo'shni. Sizlar tekin narsani kutmasa ishlangda. Mehnat qiling. Kariga.